meni ham davolashadi. Menimcha hammamiz eshitganmiz, lekin hech o'ylab ko'rganmisiz, bu kimning ovozi? Originalni ko'rsataman. Basharangga qara, kimlarga o'xshaysan? Seni tanib bo'lmay qopti. Chiqilingni ichaverganingdan. Bu o'zbek dublyaj san'atining darg'alaridan biri Valentina G'oziyevaning ovozi. Valentina G'oziyeva faoliyati davomida yana ko'plab filmlarda ishlagan. Siz bilanmi? Ha. Bilmadim. Agar rostini bilishni istasang, faqat seni deb qo'l urgandim bu ishga. Masalan, men o'qitadigan fan doirasida girdikapalak bo'lish yaramaydi deb hamisha ta'kidlayman. 3 yashar bolacha ham aqling yo'q. Nega o'tirib olding? Tur o'rningdan. Valentina G'oziyeva haqida so'rab surishtirganimda bir fikrni aytishdi. Vali opam nafaqat yaxshi dublyaj aktrisasi, balki yaxshi inson va yaxshi ustoz edilar deyishdi. Juda antiqa odam ekansiz. Uzr, Ulyana Andreyevna. Mana shunaqa gaplar. Afsuski, Valentina G'oziyeva haqida ko'p ma'lumot to'play olmadim. Ammo bilganim shuki, Valentina G'oziyevaning ovozi yana uzoq yillar quloqlarimizda jarang sochadi, qalblarimizda yashaydi.